Assalomu alaykumlar, Связь со спутниками yaxshimisizlar? установлена. Oqshom bizlari Beruniy tumanidan, Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanidan 2 fuqaro murojaat etdi. O'tgan yili bularning ishini ijobiy halatib berdik. Bu yil yana muammo bo'lgan nogironlik belgilash bo'yicha. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida yashovchi fuqaro 1 yil davomida 2 guruh nogironligi nafaqasini olib, bu yilga kelib nafaqasi bekor qilingan. Lekin mana bu qog'ozlarda tashxislarda displaziya bitta pochkasi yo'qligi va ikkinchi pochkasi qurib qolayotganligi, oyog'ini ahvolini ko'rsangizlar toshdan battar qattiqdan. Shunday diagnozda ishga yaroqsiz bo'lgan fuqaroni nogironligini atmin qilganlar. Bu bo'yicha biza hozir Xorazmdagi spetsialistlar bilan men maslahatlashacakman, shu diagnozlarni ko'rsatib, nechun o'tgan yili shifokor bizani murojaatimizdan so'ng uni nogironlikka chiqarib turib, bu yilga kelganda yana nogironligi bekor bo'ldi. Shu masala bizani qiziqtirdi. Demak, o'tgan yili 1 yil davomida просто taqalgan bo'lan pensiyani, значит, yolg'onda ham kasal bo'ladimi? Shunday bir fikr bo'layotirmiz biza. Hozir men 1-2 idoralarga borjakman, shu yerda aniqlik kiritamiz bu tashxis bo'yicha. Vaholanki biz o'tgan yili Toshkentda professor bilan, ya'ni xirurg odam bilan biza bu nimani maslahatlashganmiz. Bu tashxisda albatta 2 guruh nogironligi berilishini aytib o'tgan u odam. Katta professor, xirurg odam aytgan edi bu narsani. Lekin Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanining FTKdagi boyagi ba'zi bir tekshiruvchilar kelib bizlarga atmin etganlar. Nima uchun atmin etgan? Biza bu savolni ularga tashlaymiz va Qoraqalpog'iston Respublikasini prokuraturasini qaytadan mana bu FTKning faoliyatini o'rganishini so'rab qolamiz. Hozircha bizni kuzatishda davom eting, biz esa o'zimizning jurnalistik fakt checkingimizni davom qildiramiz. Sog' bo'linglar. Hurmatli rahbariyat, endi hozir Beruniy tumanidan Gulshod opamiz bizlarga tashrif buyuribdilar. Bir muammosi bilan yana bu yoqda turmush o'rtog'i kasallik tashxislari belgilangan shu qog'ozlarni ekkan. O'tgan yildan buyon 2 guruh nogironligi pensiyasini olib o'tirgan. Bu yilga kelib iyun oyida pensiyasi to'xtatilgan. Pensiyangiz nechun to'xtatildi? Sabab nima deb ko'rsatdilar? Hozir oyoqlaringizni ko'rdim, dim yomon ahvolda ekan. Oyoqlarimni ko'rdi, biroq shu Yo'q, pochkangizda ish bormi? No, ayting. bir pochkam ishlamaydi. Bir pochkangizni yo'q deb eshitdikmi? Yo'qmi pochkangiz? Dog'ma yo'q, pochkangiz. Birisi ishlab turgan ham qurib turibdi. Chala ishlaydi. Ishga yaramaysiz, sog'ligingiz yaxshi emas. Bu yil tekshiruvdan nima dedilar? Iyun oyida kelib. Tekshiruvda 3-4 marta qatnadim. Akşam ham bordim. Biroq bir oydan keyin dokumentlarni ko'rib, undan keyin aytamiz dedi. Bir oydan keyin tugadı ishim deb shunday dedi. Pensiyangizni to'xtatdilar. Siz endi hozir bitta mazangiz yo'q, anamcha yaxshi tushuntira olmadingiz, turmush o'rtog'ingizdan so'raymiz. Gipoplaziya правой почки, ya'ni tug'ma o'ng pochka yo'q. Tug'ma o'ng pochka yo'q. Nargis ham уже quriyotir. Yaxshi ishlamaydi. Bugungi kunda bezovta etdi. Tromboz, glubokli ven. Qon aylanishi yaxshi emasligi sababli tromblar bilan bo'lgan. Tushunarli. Kroniskiy obstruktiv bronxit mart oyida yotib ham chiqdi. Sizlarga shu yo'naltirgan Abdullayeva Gulbahor FTKning boshlig'i sizni nogironlikka chiqargan. Demak, u shifokor, vrach bilib turib chiqargan, to'g'rimi? Lekin bu yil qaysi shifokor kelib sizni atmin qildi? Sham nuqta vrachlar kelgan, ish qilib bar atanga, bar ananga qabildash yil qilaga borasan, bunday deb yani. Sarsangarchilik. Tushunarli. Bo'ldi, muammongizni yo'naltiramiz. Kerakli organ tashkilotlar, respublikadagi o'tirgan, yuqori tizimda o'tirgan mas'uliyatli rahbarlarga yetkazamiz va muammongizni albatta o'rganib chiqadilar. Yana bu ham tarafni oyoqini ko'ringlar. Biz o'tgan yili bir professor bilan maslahatlashganimizda Toshkentda Egamberdiyev davlat nazorat xirurg aytganda, bunday tashxis albatta nogironlikka chiqadi deganida biza ishonib shuni natina qattiqligini qaranglar, dosh deyin. Bu umuman tosh bo'lib yotibdi. Bu ham beringlar. Dosh imo qaranglar. Dosh chisti. Nukusdagi qaysi shifokor buni nogironlikdan olib tashlagan hayronmiz. Buni qaytadan tekshirib
qaytadan tashxis qo'yish kerak bo'ladi. O'zi tug'ma pochkasi yo'q bo'lsa, bir pochkasi nagruzka bilan ishlab puchaygan bo'lsa, bir yilning ichida pochka o'zina kelib diklanib ketmaydi-ku. Buni любой bir ikkinchi klass bola ham biladi.